Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganlar Uyg'ur radio televiziyasining Kashf xabarlar programmasi. Men Jaloliddin Qarxon. Qadrli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamizda mushu bir hafta ichida dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan Uyg'urlarga doir bir qism xabarlar va dunyo xabarlarini huzuringizga sunamiz. Amerika Moliya ministri Steven Mnuchin Amerika prezidenti Donald Trump Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishda kelishish hosil qilinmaganda Xitoyga qarata yana yangi tamojni beji ko'paytirganligini bildirdi. Amerika Xitoy orasida 2018-yili bir-biriga qo'yilgan tamojni boy siyosatlari sababli boshlangan iqtisodiy jiddiychilik ikki davlat o'rtasida suhbatlar o'tkazilgan bo'lsa-mu, bir kelishim hosil qilinmay davom qilmoqda. 2019-yili may oylarida Trumpning tamojni beji siyosati e'lon qilib, Xitoyning 200 milliard dollarlik melidan elindigan tamojni bejini 10%dan 25% ga o'stirish qarori e'lon qilingandan keyin Xitoy darhol Amerikaning 60 milliard dollarlik melidan elindigan tamojni bejini o'stirganligini e'lon qilib, tijorat urushini jiddiylashtirdi. 15 may Trump Amerika şirketlerining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ygandan keyin Xitoyning Huawei shirkati bilan savdo aloqasi qilayotgan shirkatlar orqa-orqadan tijorat munosabatini bekor qilishdi. Shuning bilan qisqagina vaqt ichida dunyoning ikkinchi aqliy fon ishlab chiqarish shirkati deb qaralgan Xitoyning Huawei shirkati xalqarada cho'ng zarbaga uchirdi. Steven Mnuchin 9-iyun CNBC'de bergan bayonotida Trumpning Xitoyning 325 milliard dollarlik melidan elindigan tamojni bejini o'stirmasligi iyun oylarining oxirida Xi Jinping bilan elib beriladigan ko'rishishining natijasiga bog'liq ekanligini bildirdi. Steven Mnuchin shundoq dedi: Biz Xitoydan bir inkas ko'rishimiz kerak. Chunki biz kelishgan shartlar bo'yicha ilgirlashga tayyor. Agar Xitoy ilgirlashni xohlamasa, prezident Trump yangi tamojni bejini yo'lga qo'ydi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatni qaytadan qarab chiqadi. Yaxshi bir kelishim hosil qilib, kelishimning 90% ni tamomlab bo'lgan edi. Xitoy kelishimning ba'zi shartlarini o'zgartmoqchi bo'ldi. Biz suhbatni to'xtatishni qaror qildik. Agar Xitoy kelishib bo'lgan shartlar bo'yicha ish ko'rishni xohlasa, biz kelisha olamiz. Agar undaq bo'lmasa, biz yana tamojni bejini ko'paytimiz. Trump hukumati iqtisodiy urushni yangi bir baldaqqa ko'tarishga tamishlayotgan shundaq paytda Amerika bexatarlik markazi Xitoyning 20 yildan beri Amerikani besib tushib, dunyoning xudsi bo'lish uchun ijro qilib kelayotgan planlari haqida bir doklad tayyorlab, Amerika hukumatiga sundi. Trump hukumatini ogohlantirish uchun hozirlangan bir dokladda Xitoy askariy texnikasini 2049-yilgacha Amerikadan oshirish uchun 3 qadam bosqichlik plan davrida deb ko'rsatilgan. O'tgan hafta yangi Amerika bexatarlik markazi tarafidan e'lon qilingan bu dokladda Amerika hukumati Xitoyning askariy texnikasini tez suratda taraqqiy qildirayotganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Dokladda 2049-yilgacha Xitoyning Amerikaning harbiy texnikalariga yetish uchun yaqinlashish, tang bo'lish, o'tib ketish deb 3 bosqich bo'yicha bir plan tuzib, shu plan bo'yicha harakat qilayotganligini ilgari surdi. Şunun bilan birlikte Xitoyning 2020-yilda mo'tadil gullangan bir jamiyat qurish nishoni va 2049-yilning Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilganligining 100 yilligiga bo'lgan ahamiyati diqqat qo'zg'adi. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy raisi Jiang Zeminning zamonida bu planni boshlagan bo'lib, Xitoy armiyasi yuqori fan texnikalik urushlarga taqobil turishga tayyorlanish talab qilingan. Shundaqla Amerika armiyasiga yetishish uchun bir plan tuzgan. Planga asosan Xitoy armiyasini 1996-yildan 2015-yilgacha bo'lgan oraliqda 620%lik, ya'ni yiliga 11%dan kengaytirgan. Planda nishon qilingan Amerikaning urush to'rini, ya'ni buyruq berish, kontrol qilish, aloqa va istixborot sistemalarini buzib tashlash uchun texnikalik iqtidorini taraqqiy qildirishga tirishgan. Dokladda bulardan boshqa Xitoyning qo'g'dinish, hujum qilishga oid tadqiqotlari sun'iy aqliy iqtidorda dunyo lideri bo'lib, buni askariy ilmda ishlatishni nishon qilganligi qayd qilingan.
Xitoyning Qozog'istonga bir balbaq bir yo'l qurilishi nomida temir yo'l yasash uchun bermoqchi bo'lgan qarz so'masi to'xtatib qo'yildi. Chet eldagi bir qism Xitoy axborotlari Xitoyning bunday qilishi asosligi Amerika Xitoy savdo urushida Xitoyning iqtisodidan qattiq chekinib, pul qiyinchiligi yuz bergach, qalayimqon xajlashga puli qolmaganlikdan bo'lgan dedi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shaharlik hukumat 3-iyun oshkorlagan dokladida mazkur shaharning temir yo'l qurilishi to'xtab qolgan bo'lib, sababi Xitoy taraf va'da qilgan qarz pulni ta'minlashni to'xtatgan. Xitoy taraf bo'lsa Qozog'istonning qarz pulni tegishli o'ringa ishlatmaganligini ayblagan. Bu temir yo'l Nur-Sulton poyezd stansiyasi bilan aerodromni tutashtiradigan temir yo'l bo'lib, 2020-yili ishga kirishtirish plan qilingan ekan. Dokladda aytilishicha, Qozog'iston Xitoydan mazkur tur uchun olgan qarz pul 1.9 milliard dollar bo'lib, temir yo'l qurilishini tamomlash uchun Qozog'iston Xitoyning bir shirkatini taklif qilgan. Natijada Xitoydan olgan qarz pul yana Xitoyning qo'liga o'tib ketgan. Qozog'iston mutaxassislari va siyosiy tahlilchilari Xitoylar Qozog'istonning ichki vaziyatini nihoyat yaxshi biladi. Qozog'iston hukumatida intayin cho'ng masalalar saqlangan. Iqtisodiy ahvolmi bek nachar. Hozirgacha tabiiy boylik tayinishdan boshqa iqtisodiy kirimi yo'q. Iqtisodiy taraqqiyot orqali qarz qaytarishga asla kuchi yetmaydi. Xitoylarning qarz pulini to'xtatishi amaliyotda Qozog'istonni qarz qildiqiga majburlash uchun deyishgan. Yevropa ziyarati asnosida Shveysariyada ziyoratda bo'lgan Mike Pompeo Shveysariya tashqi ishlar ministri Angozio Cassis bilan ko'rishdi. Ticino kantonining poytaxti Bellinzonadagi ko'rishishdan keyin elib berilgan axborot e'lon qilish yig'inida Pompeo so'z qilib, Eron hukumatini boyliqlarini o'z xalqi uchun ishlatishga chaqiriq qildi. Eronning boyliqlarini o'z xalqi uchun ishlatish o'rniga Hizbut Tahrir va Suriyaga ishlatayotganligini, Eronning Suriyadagi faoliyatlari sababli 6 million insonning makonidan ayrilganligini bildirdi. Eron Cumhur Reisi Hasan Ruhaniyga xalqarалық qarorlarga asosan hurmat bildirgan bir shaklda bir ustalga kelib muzokara ilib bordiganligini bildirib, javob qaytargan Pompeo Eron bilan shartsiz ko'rishishga tayyor ekanligini bildirdi. Pompeo Eron bilan bir ustalga kelishga biz tayyor dedi. Amerika ministri Pompeo Amerikaning Eronga bo'lgan besimining yanada davomlashadiganligini bildirdi. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Abbas Musavi Amerikaning harakati va usulining Eron uchun bir o'lcham bo'ladiganligini bildirdi. Musavi yozma bayonot berib, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Eron bilan shartsiz ko'rishishga chaqirganiga javob qaytardi. Pompeoning Eronga qarta elib berayotgan besimining yanada davomlashadiganligini bildirishi burunqi usuldagi xatolikning ifodasi ekanligini, shundaqla buning tuzatilishi kerakligini bildirgan Musavi yo'shirin nishonning yangicha tushuntirilishi va so'z o'ynatib turib bayon qilinishi Eron uchun bir o'lcham bo'la olmaydi. Amerikaning harakati va usulidagi o'zgarish Eron uchun o'lcham hisoblanadi dedi. Akademiklar bilan to'plangan Eron Cumhur Reisi Hasan Ruhani Amerika o'zining yurgizgan siyosati va harakatlaridan pushaymon qilmag'icha qarshi turishning davomlashadiganligini aytdi. U so'zda Eron millatining vakili bo'lish sifati bilan ochiq qilib shuni bildirishim kerak. Dushman yurgizgan siyosatidan pushaymon qilmag'icha biz faqatli kurash va qarshi turishni tanlaymiz dedi. Amerikaning bundan burun muzokara qilish uchun ba'zi shartlarni o'tirg'a qo'yganligini, biroq keyingi kunlarda bu shartlardan voz kechganligini ta'kidlagan Cumhur raisi Ruhani muzokaraning hurmat ichida bo'lish kerakligini aytib, agar ular haqiqatan qilgan ishning xato bo'lganligini tushungan bo'lsa, bir kuni yangidan muzokara ustida o'tiramiz dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bir tijorat kelishimi tuzganligini, chunki buni qilishga majbur ekanligini aytdi. Trump Amerikaning Meksika bilan ko'chmanlar va bexatarlik kelishimining yangi bir bo'limini imzolaganligini bayon qildi. Shundaqla buni Meksika parlamenti tasdiqlamasa, tamojna bejini o'stirganligini aytib ta'kid soldi. Trump Twitter'da bergan bayonotida
Amerika uzun yıllardan beri qilishni arzu qilib kelayotgan Meksika bilan ko'chmanlar va bexatarlik jihatdagi kelishimning muhim bir qismini imzoladik va belgiladik. Yaqin kelgusida uni e'lon qilamiz va bu Meksikaning qonun chiqarish organining tasdiqidan o'tishi kerak dedi. Trump buningdan boshqa ovozga qo'yish bilan munosabatlik bir masala chiqishini xohlamaymiz. Agar har qanday bir sabab tufayli tasdiqdan o'tmasa, tamojni bejini o'stiramiz dedi. Trump o'tgan hafta bergan qonun bilan munosabatlik bayonotida Amerika bilan Meksika bir kelishim hosil qildik va bu kelishimni imzolaganligimizni sizlarga bildirmoqchiman dedi. Bu oraliqda Trump CNBC'ning telefon ziyoratini qabul qilib, Xitoy bilan Meksikaga yurgizadigan qo'shimcha tamojni bejining xatirini so'zlab o'tib, qo'shimcha tamojni bejining Amerikaga qaltis bir raqobat ustunligi elib keladiganligini so'zladi va shularni ilova qilib, Amerika shirkatlarining asta-asta Xitoydan chekinib chiqishi Beijing uchun bir cho'ng yo'qotish. Shirkatlar Xitoydan ayrilib boshqa davlatlarga yo'tkiladi, chunki qo'shilgan tamojni bejini to'lashni xohlamaydi. Xitoy bir kelishim imzolaydi, chunki buni imzolashga majbur dedi. Trump ko'rishishni tilga olganda qo'shimcha tamojni bejining Amerikaga ziyon beradiganligini so'zlab, Amerikaning tahdidlarini tadqiq qilgan Amerika savdogarlar uyushmasi muavin raisi Meron Brilliantni davlatni qo'g'dimidi deb aybladi. Trump Xitoy bilan arada davomlashayotgan jiddiylik bilan birlikda shanba kuni Meksika bilan elib beriladigan tijorat suhbatini so'zlab, Meksikaning boshqa tanlashlarining uningdanmi battar bo'ladiganligini bayon qilib o'tdi. Bu sabab bilan kelishimga qo'shiladiganligini bayon qildi. Hamda bularni ilova qilib, siz pul qutisi bo'lsangiz, qo'shimcha tamojni beji siz uchun bek yaxshi. Agar qo'shimcha tamojni beji bo'lmagan bo'lsa, Meksika bilan bir kelishim hosil qila olmaydik. Arzu qilgan hamma narsani oldik. Meksika bilan nihoyat yaxshi bir tijoriy hamkorligimiz bo'ladi. Chunki ular bizga hurmat qiladi. Meksikadan xohlaganlar davlatimizga kirganda biz hech ish qilmasak, bizning qanchalik ojiz bo'lganligimizga ishonmaydi. Meksikaning kuchli ko'chmanlar qonunini ishlatamiz. Janubdagi chegaraga 6000 askar avatiladi. Buni burun bo'lsa qabul qilarmidi deganlarni bildirdi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, bu qitimli xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganinglarga rahmat. Kelar qitimli xabarimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh.